oqibatda o'sha bolani o'limigacha olib kelishi mumkin. Ayolda qandli diabet holatida ham bo'lishi mumkin. Ayolda trombofiliya kasalliklarida bo'lishi mumkin. Ba'zi bir mana aytamiz, biz hamma tekshiruvlardan o'tgan, lekin afsuski chet viloyatlarda ko'p tahlil natijalari bo'lmasligi mumkin. Shifokorlar bo'ladi, lekin shu laboratoriyada shu tahlillar bo'lmasligi mumkin. Yo'g'ida aholini shu narsalardan o'tishga sharoiti bo'lmasligi ham mumkin va buning oqibatida shu holat kuzatilishi mumkin. Sharoit ming bo'lganda ham qaysidir nimadir o'tib ketadi va oqibatda o'sha bolani o'limigacha olib kelishi mumkin. Bu albatta achinarli hol, chunki o'lim bilan yakunlangandan keyin baribir tug'ruq sodir bo'lishi kerak. Va albatta antenatal o'lim bo'lganda ming nima bo'lganda ham ayolni tabiiy tug'ruqqa qo'yiladi. Faqatgina ba'zi bir holatlar bundan istisno, ya'ni bola juda yirik bo'lishi yoki bachadonda ikkita chandiq bo'lishi va hokazo. Ya'ni ko'p holatlarda bolani o'limi bo'lganda tabiiy tug'ruq, ya'ni bachadonga tig' tekkizilmagan holatda. Chunki birinchi navbatda bolani o'limi sodir bo'lgandan keyin infeksiyani, ya'ni bola turib qolgandan keyin ba'zi bir chirishdan keyingi qolgan fermentlar tarqalmasligi uchun hamda sepsis holatini oldini olish uchun hamda biz bilamiz antenatal o'lim bo'lgandan keyin organizmda DVS, ya'ni qonni ivish sistemasida buzilish boshlanadi. Va o'sha narsa avj olmasligi uchun ham ayolda keyinchalik yana farzandli bo'lishga imkoniyat bo'lganligi uchun tabiiy tug'ruq tanlanadi bunaqa holatda.